Assalomu alaykum. Savdo.uz kanalining obunachilari, hammalaringni kirib kelayotgan Hayit bayrami bilan tabriklaymiz. İşlarimizni obzorini boshlaymiz. Mana bu ishimiz İstanbul 3 uгологimiz. İstanbul 3 uгологimiz ham ikki xil ko'rinishda bo'ladi. Puli bir xil. Materialga keladigan bo'lsak, moyishi material, ikkita yostiqchasi bor, 3 ta tumbasi bor. Buni yog'ochlari patina qilingan jigarrang. İçlariga keladigan bo'lsak, ichlari sasna yog'ochidan ishlatiladi, baquvvatidan ishlatiladi. Sifatiga javob beriladi, xudo xohlasa. Xo'p, razmeri 360 ga 250. To'liq razmeri 360 ga 250. Materiallari moyishi. Materiallari moyishi. Oyoqlari turetskiy noshkalardan qilingan. Endi buni rangini shampan, jigarrang kim qanaqa xohlasa shunaqa qilib beraveramiz. Uгологimizning narxiga keladigan bo'lsak, 7 million so'm vodiy bo'ylab dastavka ichida bo'ladi. Qolgan viloyatlarga kelishilgan holda. Demak, o'zini materialdan tortilgan orqa tarafigacha. Panel o'zini materiali. O'ta bagati, baland qilib ishlangan buni. Moshik materialdan bir ajoyib rangidan ekan. 20 xil rangi bor. Aha. Moyishini ham kim qanaqa material xohlasa, o'sha materialdan qilib beraveramiz. Hozir biz Zafarjon stoli bilan aytdingmi, stolsizmi? Stolsiz holati 7 million so'm. Stoli kelishilaveradi. Stoli kelishilgan holda. Mana eng qimmat stolimiz, mana shu akvarium stolimiz 2 metrga 90 bo'ladi. Hop. Ichidagi gullari 3 qator bo'ladi. Aha. Bu stolimizning narxi 2 million so'm. Endi xuddi shu stolimizni 170 ga 80 lik varianti bor. Bu ham shampan sveta qilingan. Buning ichida guli 2 qator. Bunimizning narxi 1 million 600 ming so'm. Endi bu uгологimizga keladigan bo'lsak, 3 ta 8 modelimiz hozirgi kunda eng ko'p sotilayotgan turgan modellardan bu ham. Yog'ochlari mana bu joylari shipont qilingan, oyoqlari har doimgidek yerga tegib turgan qismi tumbalarinikigacha yong'oqdan bo'ladi. Razmeri 340 ga 240 deyiladi, 236 shunaqa chiqadi o'z to'liq razmeri. 340 ga 240, 60 ga 90 dan ikkita pufigi bor komplektida. Buni ham ichlari sasna. Endi bizda hamma uгологlarimiz oshxona uгологimizgacha sasna yog'ochidan ishlatiladi, terak bo'lmaydi. Xo'p, parallollari ham yaxshisidan qo'yilgan. Xo'p, pufigi ham o'sha kattadan. Pufigi ham 60 ga 90 razmerda material moyishi qilingan, seri rangida bu. Bunimizning narxiga keladigan bo'lsak, shu uголог 3 ta yostiqchasi, 2 ta pufigi bilan birga 6 million 200 ming so'm. Endi shu joyda hali negativ yozay turgan obunachilarimizga aytib ketaman. Hali 6 million 200 ming qo'ysak, boshqa joyda 5 million, 3,5 million deb yozishyapti-da. Agar o'shanaqa bo'lsa, xuddi shu narsa bo'lsa, biz 5,5 million so'mdan sotib olaveramiz. Olib kelishsa, agar xuddi shunaqa narsa bo'lsa, 5,5 milliondan sotib olamiz. O'shali 3,5 millionni ko'ra turganlarga addenli bu. Demak, hammasi sifatga bog'liq. Ha. Foyda qilishadi agar 3,5 milliondan olishsa, biz 5,5 million sotib olamiz o'zimiz. Xo'p, bu yerda oshxona uгологimiz. Oshxona uгологlar ham shu zakazga qilib beramiz asosan. Mana ichlari. Mana bu joylari machalka, materiali moyishi, sasnadan yig'iladi. Sasnadan ramka bo'lgandan keyin ichidan keyin dabavishni laminat ashibga qilinadi, rossiyskiy laminatdan. O'zi buni laminatligi ham bo'ladi. Ochganingizda mana bu joyi o'zi laminat 1.6 bo'lsa, 1.6 bo'lib ko'rinib turadi. Buniki mana katta, sasnadan yig'ilib, keyin ichiga laminat ashibga qilingan. Mana shu qimmat uгологlarimizga nima ishlatilsa, bularga ham xuddi shunaqa machalkalar ishlatiladi. Orqa tomonigacha panel qoplanib, o'zini materialdan bo'ladi. Bu endi toza kuxunli uголог ekanda, haqiqiy. Shu bu ham o'zi zakazga bo'lgan. Tashqarida yana bitta kuxunli uгологimiz bor, razmeri kattaroq qilingan, qimmatroq materialdan. Uni ham ko'rsatib o'tamiz. Endi razmeriga qarab qilib beraveramiz. Keyin bunga kuxunli uгологlarga stol ham 200 ming so'mdan 1 million so'mgacha bor. Hop. Klientni tanlashiga qarab stollarimizdan bir 7-8 xil ko'rinishda bo'ladi. Demak, ikkita pufigi bor, ha? Ha, 3 ta bo'ladi o'zi bu razmerda. Hozir bu 270 ga 180 qilingan. Buni 3 ta bo'ladimi? Ha, 3 ta bo'ladi pufigi. Puli stolsiz holati 3 million bo'ladi buni. Stolsiz 3 million so'm. Ha, stolsiz 3 million bo'ladi. Stoli 200 ming so'mdan boshlab tepaga qarab ketaveradi. 1 milliongacha kelishilaveradi endi. Bir 7 xil ko'rinishda bor stollari. Yana da navbatdagi uгологimiz o'sha hamma bilgan Bugatti uгологimiz.
Razmeri 340 ga 235 bo'ladi, to'liq razmeri. Mana bu yog'ochlari tashqi tomondagi hamma aylana yog'ochlari buniki 100% yong'oqdan bo'ladi. Yog'ochlari yong'oqdan, materiali moyishi material, yostiqlari turetskiy mexanizm qo'yilgan, suriladi orqaga hammasi. Beshala yostig'i ham suriladi. Ichlariga 32-40 plotli porolon ishlatilgan. Sasna yog'ochlari ham o'sha bakvatidan karsaj, rezinovoy karsaj qilingan. Agar hozir ko'p klientlarimizga qilib beryapmiz, fason ma'qul keladi, faqat uyi tor bo'ladigan bo'lsa, yostig'ini bunaqa surib ishlatish joyi yo'q bo'ladi. Bunaqa klientlarimizga yostig'ini surilmaydigan qilib beramiz. Xuddi shu ko'rinishda bo'ladi, faqat orqaga surilmaydi. Orqaga siljmaydi. Ha, mexanizm qo'yilmaydi. Shu 500 ming so'm arzon bo'ladi mexanizmga. Demak, bu ichlari sasna. Ha, ichlari hamma Moyishi material. Arta ishlataveradi. Ha, behijolat. Oyoqlari Yong'oqdan bo'ladi. yong'oqdan, original tozasidan, uyalib qolmaymiz. Yo'q, behijolat u tomonlama. Xo'p, endi narxini ayting. Narxi 7 ming so'm mana shu holati. 7 ming ichida vodiy bo'yicha dastavka ham kiradi. Ichida. Toshkentga, qo'shni viloyatlarga kelishilgan holda bo'ladi. Endi pufiklari 130 mingdan boshlab 550 ming so'mgacha bo'ladi. 60 ga 90 katta razmerdagisi 550 ming bo'ladi. Agar mana bunaqa kichkina pufik qilib beranglar desa 40 ga 40, bu ham sasnadan bo'ladi. 130 ming so'm bo'ladi bu pufigimiz. Bir 3 xil razmerda pufigimiz bor. Klient tanlashiga qarab pufik qilib beraveramiz. Pufik kerak emas desa, mana shu holatida ham qilib beraveramiz. Demak, biz mana shu holatdagi narxini aytdik. Ha, mana shu holatdagi narxi 7 ming so'm. Bo'ldi, tushunarli. Endi divan kreslomiz. Xo'p. Buni tashqi tomondagi yog'ochlari, oyoqlari hammasi chinordan bo'ladi. Yog'ochlari chinordan bo'ladi. Materiallari Atacento yaxshi materialdan. Buni ham hamma rangidan bor. Xo'p. Buni divanda ikkala yostig'i orqaga suriladi, mexanizmli bu ham. Orqaga surilib, bemalol spalniya qilib foydalansa bo'ladi. Ikkita kreslosi, bitta divani, ikkita yostiqchasi bo'ladi komplektda. Shu holati 7,5 million so'm. Bu ham shu vodiy bo'yicha dastavka ichida. Demak, arqada spinkasi siljiydi orqaga. Ha, siljiydi orqaga, kengayib, spalniya qilib foydalansa bo'ladi. Hozir joyimiz torligi uchun hali ko'rsatib bera olmaymiz. Ichlari 100% sasna. Ha, hammasiniki sasnadan bo'ladi. Bu birinchi zafarjon ko'rinadi, qanaqa ko'rinadi? Tashqi tomondagi yog'ochlari hammasi chinordan bo'ladi. Yostiqlari sintofon bo'ladi. Narxi? Narxi mana shu holati. Xo'p, shu materialdan bo'lsa 7,5 million so'm, agar moyishi material bo'ladigan bo'lsa 7 million 300 ming chiqadi. 7 million 300 ming so'm. Moyishi material bo'lsa 7 million 300 ming. Shu materialdan 7,5 million so'm. Mana shu holati 7,5 million so'm. Endi stollarimiz ham 950 mingligi bor. Bu ham shunaqa. Mana bu stolimiz 1 million 200 ming so'm, 170 ga 80, taglari setkadan bunaqa qilib ikki tash qilingan. Ha, ustilari oynayli. Bular hammasi lekin kelishiladi stollar. Ha, yo'q, o'zi shunaqa narxi. Stolga, ugoloyning ichida deyarli unaqa ko'p pul qo'yilmaydi, to'g'risi. Endi bu narxning ichida o'sha uyiga yetib borishi ham birga bo'ladi-da. Endi stolni o'zini olaman degan odamga aytmoqchimanki, stolni xohlaganiga moslab olaveradi. Ha, yoqqan tanlayveradi. Bo'ldi. Ichkariga o'tamiz. Xo'p, bu tomonda Istanbul 3 ugologimiz. Endi bu 3. Istanbul 3 ugologimiz mana ikki xil ko'rinishda. Birinchi farqi mana bu tikilishida. Ikkinchi farqi mana bu yog'ochida. Uchinchi farqi bu fasonimiz 10 sm ga katta, uzunasi 360 ga 250. Mana bu birinchi chiqarganimiz. Mana buni yog'ochlari bunaqangi bo'lgan. Keyin tikilishi bunaqa. Shu tikilishida, keyin mana shu yonidagi yog'ochida farq qiladi. Ichi bir xil, narxi bir xil. Kimga qanaqasi yoqsa. Bu material shu Lexus materialdan qilingan 7 million 200 ming so'm. Bularimiz moyishi materialdan bo'lgan 7 million so'm bular. Bular ham o'ta bagati qilib ishlangan. Narigi birinchisidan ko'ra bunisi bo'yicha balandroq qilingan. Men ro'paraga o'tib ko'rsataman. Demak, komplektda nechta pufik? Komplektida ikkalasida ham 3 tadan pufik bo'ladi. 3 tadan pufik, 1, 2, mana bu 3. 3 tadan pufik bo'ladi. Bunda ham 3 ta pufik bo'ladi. Endi stolimiz 1.90 ga 90 akvariumli stolimizni, tag qismi akvarium stolimiz bilan bir xil. Tepasi MDF qilingan. Shu kraska laklari Turkiya shu qimmatidan ishlatilgan. Bu 1 million 400 ming so'm. Mana bu stolimiz, bu ham MDFdan.
balki kattaroq bo'lsin deganga bu Istanbul 3 uгологimizga razmeri 220 ga 1 metr qilingan bu. Endi ekan, endi katta qilingan. Bunimiz 1 million so'm. Buni 1.90 ga 90liklari bo'ladi. Xuddi shu ko'rinishda ularimiz 700 ming so'm bo'ladi. 700 ming bo'lib, bunisi 1 million 400 ming, ya'ni dasturxon tagida qolib ketadi degan odamlarga bu ko'rinishdagi 700 ming so'm, bu ko'rinishdagisi 1 million 400 ming. Demak, buni ham ichi sasna, buni ham ichi. Hammasi sasnani ham o'sha 7 million so'm, 7 million 200 ming so'm. To'g'ri. Endi bu material bo'lsa 7 million 200 ming bo'ladi. Mana xuddi shuni mo'yishchiligi bor, 7 million so'm. 7 million so'm. Mana yerda mana materiallar Turkiyani qimmatlari, Xitoyda qimmatlari, hamma materialdan bor. Xo'p, hurmatli obunachilar, material bo'lsa qilib beramiz. Zakaz qilishsa xohlagan rangidan qilib beraman desa, to'g'rimi mana? Hamma materialdan, faqat materialda raznisasiga qarab, masalan, bu materiallar 9 dollardan. Xo'p. Bularimiz 5,5 dollar. Bularimiz 4 dollar ketaveradi. Ketaveradi. Kim qanaqa material hammasi bor ekan. Bor, kim qanaqa material tanlasa, materiallar shu 18 dollargacha bor. Biz ishlatadigan materiallar. Endi bu Istanbul 3 uгологimizni tanishtirdik. Endi o'sha anchadan beri, shu 2-3 yildan beri trenddan tushmay turgan Istanbul 2 modelimiz. Молочный цветda mo'yishchi material 340 ga 240, 60 ga 90 dan ikkita pufigi bo'ladi, bittasi tagida turibdi. Buni oyoqlari yong'oqdan, keyin qo'l qismini mana bu joyti ham yong'oqdan. Mana o'zi ko'rinib turadi. Bu ham yong'oqdan bo'ladi. Ichlari o'sha har doimgidek sasna, pampers prujina 22 porolon ishlatiladi. 3 ta yostiqchasi bor. Bunimizning narxi 6 million so'm. 6 million so'm. Mo'yishchi materiallik bo'lsa 6 million so'm. 340 ga 240, 3 ta yostiqcha, 60 ga 90 dan ikkita pufigi bilan birga 6 million so'm. 6 million so'm. Stolda endi stolda kelishilgan holatda kim qanaqasini tanlasa, o'shanga qarab bo'laveradi. Tushunarli. Materiallar ham mo'yishchi materiallar o'sha aytib o'tganimda 20 xil rangi bor. Rangi o'zgarganida puli o'zgarmaydi, lekin qimmatroq materiallardan bo'lsa, puliga qo'shiladi. Xo'p, endi komfort uгологimiz aka. Buni razmeri 2,5 ga 3,5 bo'ladi. Fasoni ham boshqa. 60 ga 90 dan ikkita yostiq nimasi bo'ladi, tumbasi bor. Buni mana yostiqlari hammasi mexanizmni orqaga suriladi. Mana surilgan holati, keyin mana bu qo'l tomoni ham suriladi buni. Keng qilib foydalansa bo'ladi. Mana surildi, men o'zim surdim. Ana endi joyiga qo'yib qo'ydim. Buni tashqi tomondagi yog'ochlari chinordan bo'ladi, noshkalari. Tumbasinikigacha chinor bo'ladi. Chinor. Ichi sasna, tashqi tomondagi yog'ochlari hammasi chinordan. Materiali mo'yishchi material. 3,5 ga 2,5 uголок, 60 ga 90 dan ikkita pufigi 7 million so'm. Mo'yishchi materiallik bo'lganda 7 million so'm. 7 million so'm. Endi qimmatroq material tanlasa, narxiga qo'shiladi. Endi bu stolimiz 180 ga 80 MDF dan bu 600 ming so'm. Bizda hali stollari qimmat desa, mana arzoni ham bor. 600 ming so'm mana shu stolimiz 180 ga 80 MDF dan. 600 ming so'mdan boshlab 2 milliongacha hozir bu yerda ko'p stollarimiz yo'q, xullas 15 xil oshiq stolimiz bor. Tushunarli. Klient tanlashiga qarab bo'laveradi. Endi shohona sanam nomli divan kreslomiz. Materiallari Turkiya material bo'ladi. Ichlari o'sha toza sasna yog'ochidan bularniki ham. Kraska laklari, nimalar, kraska laklari turetskiy bo'ladi. MDF dan qoshlari, tashqi tomondagi yog'ochlari. Buni komplektida ikkita kreslo, bitta divan, 4 ta yostiqcha, keyin akvarium stoli. Endi bu shohonanikini akvarium stoli bilan birga aytiladi. Boshqacha stol qo'yilmaydi, faqat akvarium stol qo'yiladi shohonaga. Shohona mana patina qilingan, qora, shampan rang bilan qoradan patina qilib, kombinatsiya qilib ishlangan. Akvarium stoli ham xuddi shunaqa qilingan, patina qilib, shampan rang, qoradan patina qilingan, ichidagi guligacha. Bunimizning narxi 10 million so'm. Mana shu holati stoli bilan birga komplekt 10 million so'm. Shu vodiy bo'yicha dastavka ichida boshqa joylarga kelishilgan holda bo'ladi. Endi bunimizda arzonroq variantlari ham bor. 8,5 milliondan boshlab tepaga qarab chiqaveradi. Bu o'sha katta variant. 3-4 xil ko'rinishda. Polni komplekt 10 million so'm. Mana shu komplekt akvarium stoli bilan birga 10 million so'm. Agar stolini olmayman desa,
Endi stolini pulini chiqarib tashlayveramiz. Endi baribir buni olgan odam akvarium stoli bilan birga oladi. Tushunarli. Hurmatli obunachilar, Zafarjon ukamizning nomerlari ekranda bo'ladi. Zakazlar qabul qilinaveradi. Zakazlar qabul qilinaveradi. O'sha telefon Yasab berish nomeriga necha kun davomida? 10 kun ichida. Endi 10 kun qaysi ichida. fasonga qarab 10 kun ichida, endi hali 3 kunda, 4 kunda deydigan bo'lsak, aynan o'sha kuni bitmay qolishi mumkin. Misoldan yolg'onchi bo'lib qolmaymiz. 3-4 kun hisobini olib turib aytamiz. 10 kun desak, 5 kunda ham, 6 kunda ham olib borib qo'yib berishimiz mumkin. To'lovlar tushuntiring. Zakat beriladi, qolgan uyda ham bersa bo'laveradimi? Zakalab tashlab berishadi, qolganini uyiga yetib borganda beradi. Tushunarli. Demak, Damas ham, Labo ham o'zlarida bor, Ha. nimalar ham, Isuzilar ham. Isuzilar ham Demak, bor. katta mashinalar ham bor. Uzoq joylarga Isuzida chiqaramiz. Samarqandgacha bo'lgan joyga iloji boricha o'zimizni bolalar Laboda olib borib, o'rnashtirib berib kelyapti. Endi Xorazm, Qoraqalpoq, Buxorolarga bo'lsa Isuzida chiqaryapmiz. Tushunarli. Xo'p, mana shu penallar demak qo'yinglar narxini, turganlari. Penallarimiz xo'p, bu yerda hozir 6 milliondan boshlab 8,5 milliongacha. Endi penallarimiz ham har xili bor, faqat bu do'konimizda joy kichkinaligini hisobiga hamma yo'qda qo'yib bo'lmaydi. Ugologlarimizda ham spalni bo'ladigan so'rashadi. Spalni bo'ladigan ugologlarimiz ham bor. Keyin klientlar biron joyda ko'rib, shu Instagramda Turkiya varianti bo'ladimi, o'zlariga yoqqan ugologlar, shu spalni bo'ladigan ugologlar ko'rsa, bizga rasmini tashlab bersa, biz o'shani birga bir qilib chiqarib beraveramiz. Yasab beraveramiz. Xudo xohlasa. Tashqarida ham bor ekan? Ha, tashqarida kuxunni ugologimiz bor. Xo'p, mana hurmatli obunachilar, zo'rini ishlataman degan obunachilarimiz uchun tavsiya qilamiz. Original, tozasi, sasnadan, oyoqlarini o'zlaring eshitdilaring, chinor va yong'oqdan bo'lgan mahsulotlar Zafarjon ukamizdan bo'ladi. Mana tashqariga chiqib, mana shu kuxunimiz qolib ketdi. Buni ham tanishtirib qo'yamiz. Mana buni Namanganga o'zi Istanbul 3 ugologimizdan Lexus materialdan qilib berdik. Kecha kun tashlab keldik. Kuxunnini zakaz qilishgan. 3 metrga 2 metr qilib, stoli ham hozir tayyor bo'ldi. Sexda bugun olib borib o'rnashtiramiz. Stolini ham oyoqlari yong'oqdan qilib berganmiz. Shu komplektini 5 millionga qilib berdik. Shu Namanganga dastavkasi. Demak, 5 million so'mga mana shu komplekt. Kufig nechta? 4 ta. Kufigi 4 ta, stoli ham o'sha bolishi 4 ta. Ha, 4 ta. Stolini ham o'sha qimmatidan qilib berdik. Mana ichlarini ham ko'rasiz buni. Sandig'i bor. Mana xuddi o'sha aytib o'tganimdek sasnadan machalkalar qo'yilgan, ichiga keyin laminatdan qilingan. Aylana atrofi laminat, og'ir narsalarni ham ko'taraveradi. Materiali ham keyin qimmat materialdan bo'lgan. Mana orqa tomonigacha mana panel o'zini materialidan. Endi stolini arzonrog'ini olishadigan bo'lsa, masalan, shu holatiga yana narxi tushadi-da, 5-600 ming. Hozir 900 minglik stol tanlashgan ular. Zo'ridan. Ha, yaxshisidan tanlashgan. Tushunarli. Mana hurmatli obunachilar, tanishtirib o'tdik. Jamiki mebel bo'yicha o'zga murojaat qilishaveradi. Beraveramiz, xudo xohlasa, qo'ldan kelgancha. Manzilimiz mana shu nomeri. Ha, nomerimiz shu. Manzilimiz Yangiqo'rg'onni tanishtiring. Markazida. Sentr bu tarafda. Yangiqo'rg'onni kurugidan Farg'ona tomonga 300 metr yurganda o'ng qo'lda. Katta yo'lning bo'yida joylashgan. Mana bu Zafarjon ukamizning do'konlari. Nomerlarni ekranga qo'yib qo'yaman. Batafsil ma'lumotni shu yerda bering. Telegramdan ham Telegramda kanallarimiz bor. WhatsApp, Telegramda ham WhatsApp yo'q, Telegram, Instagram bor. Aha. Telegram, Instagramdan. Bo'ldi, tushunarli. Hurmatli obunachilar, Telegram orqali ma'lumotni ham olaverasizlar. Qanaqangi rasm, video kerak bo'lsa, o'sha yerdan tashlab berishadi. Nomer orqali bog'lanib zakazni beraverasizlar. Xo'p, kimga qanaqasi yoqqan bo'lsa, xudo xolasa hammasidan bor. Zakaz ham qabul qilinaveradi deb aytishdi. Xohlagan ranglaringni tanlab zakazni. Keyin yana bitta narsa, haligi sizni kanalingizda kirib klientlar yozishadi, bu nech pul, bu qanaqa. Hali hammasiga javob bergani to'g'risi vaqtimiz yetmaydi. Shuning uchun ana shu nomerga telefon qilishib, Telegramdan yozsa yoki telefon qilishadigan bo'lsa, bemalol to'liq ma'lumot beraveramiz. Endi har bitta odamga kirib vaqtida javob berishga uspet qilmaymiz to'g'risi. Shuning uchun telefon qilishsa yaxshiroq bo'ladi. Tushuntirib beriladi. Shuni to'liq ma'lumotlar qo'ng'iroq qilaverasizlar.